Mashina 2012-yil. 390 ming probek. Bosib o'tgan. Probeklari halol. Mashina bitta baloni yangi. Mana shu qanotda kraska bor. Sons gibrid. Salonlari ideal holatda turibdi. Chexol poli kovrik qilingan. Probek 392 ming yurgan halol. Metan gaz, benzin metan. Mashinaning asfalti yo'q. Yana matbuot qo'yilgan. Metani bor, metan baloni yangi. Asfalti yo'q. Zapaskalarigacha turibdi. Mashinaning holati qanaqa holatda? Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar.